Assalomu alaykum. Meni hurmatli eshitib o'tirgan insonlar, hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Men sizlarga bitta chiroyli o'zim hayotim haqida aytib bermoqchiman. Men Greenway Globalga kelib qo'shilishimdan oldin buket kasalliklar bilan bu yerga kelganman. Eng asosiysi qattiq stress bilan komaga tushib kelganman. Hayotimni mana shu 100% ana shu mahsulotlar hayotga mana qaytardi desam ishonasizmi? Koralloy kalsiy, koenzim, super omega, forbit detox. Bular hammasi ajoyib mahsulotlar. Men bularni ichishni boshlaganimga men yura olmasdim, nafas ola olmasdim, uyqum yaxshi emas edi. Juda ham kasalliklarim ko'p edi. Asabiy edim, jizzaki edim. Yura olmasdim, oyoqlarim shishib ketgan edi. Bir tomon qo'lim, chap qo'lim unchalik yaxshi ishlamasdi. Qo'llarim qaltirab, shunaqa zo'rg'a yurar edim. Ana shu mahsulotlarni ichganimdan keyin 10 kun o'tmasdan meni qo'llarimni qaltirashi qoldi. Bular to'g'ri emas. Bular bezximikat, biologik добавка, biologik faol qo'shimcha, ya'ni ovqatday bularni iste'mol qilamiz va bu bizni organizmimizdagi minerallarni to'ldirib, bizni sog'lom qiladi, immunitetimizni ko'tarib, juda ham zo'r foyda beradi.